Lablar ko'karib ketgan, labini usti ko'karib ketgan, oyoqlari yoqdi edi. Shundan hozir men uxlolganim yo'qda. Xuddi yotsam borku, oyog'imni yashirib yotibman-da, pakrovga o'radi. Issiq bo'lsa terlab. Oyog'im chiqarib yotsam xuddi shu kunga yoqdek qo'li anavimda qolgan-ku, kallamda. Kelyapti, xuddi yoqdek qo'lim oyog'imda ushlagandek bo'lyapti. Qo'rqayapman, uxlolganim yo'q. Bir kasalman bo'lsa ham mayli yana qiynalib o'ldi-ku, shunga men juda ham kuyinyapman-da. Shu jazosini olsin. Ular ishlashga haqqi yo'q, holatini umuman yechib tashlasin. Bular boshqa bolaning umriga zomin bo'lishi mumkin. Be'e'tiborlik bo'lmaslik kerak. Mart kuni bola yana shifoxonaga olib borilgan va jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Keyin 27-chislo kuni men ukamga telefon qildim. Bu Aziz topib glavvrach topib kelgan. Dedim, "Bo'ldi, topib boryapman" dedi. Telefon topib boryapman dedi. Aziz keldi. Azizim sovuqqonli qilib, hali bolam yotibdi, hali unaqa положениеda emas. Rash kelyapti-dagi nima deydi? Vishinskini surtab qo'ying deydi. Mas, keyin jonim chiqdi-dagi men aytdim, "Bu Vishinskini qanaqa Vishinski mas surtasan bunga?" Hamma yer o'zani bo'lib ketgan dedi. Kimda qaratdagin hali ko'rgan ham yo'q. Bir sovuqqonliqi bir bunday qaragan ham yo'q. Keyin mistram aytdi, oxiri Aziz dedi. "Obor buni shuncha doktorxonada polni joyini tekshirtir" dedi. Qayeri bo'lsa hamma yerini tekshirtirib bunanosini qo'ygin dedi. Bu shunday qarasam o'zi chiqib ketvordi. Yo'q bu. Bolamni oldik, o'sha ketyapmiz. O'sha bizlarga ham uncha ko'p emas, 1,5 kilometr bo'lsa, chiqsa, yoki 1 kilometr. Shifoxona. Shifoxona, katta poliklinika 1,5 kilometr, 1 kilometr shunday. Mashinaga mindik, mashinada ketyapmiz. O'zi analarini oldida nima desam ekan. Shu baytsa sochimni shunday tortay, o'sha atkuch shamoldi bu. Shu ko'zlari gapirmay, ko'zlari shunday bo'ldi, kirdik. Baygan qabul bo'lmagan shunday kirdik, qarasam, bu yerda ana bor ekan. Reanimatsiyaning nachalnigi Xayrullo bor. Shuni chiqib ketyapti dedi. Ukamga berdim, bolani oldidan kirib ketdi. Ichkari qarab kirib ketdi. Endi ham reanimatsiyaga ham kirgizmaydi. Endi 30 minut chamasi, 30 minut chamasi kirdidagin o'sha ukam shuni yig'lab chiqdi, o'zi bitta yig'lavordi. Berib qo'ydik dedi. O'zi kirish ham ketib qoldi o'zi.